Selam şahinler. Kırgın tabiatda yaşavchi hayvanlar bilan tanışuvimizni davom eting. Bugün men sizga qirmizqa oshar turida so'zlayman. Qirmizqa oshar ismidan ko'ringancha qirmizqa oshovchi jon egasi. Ular dunyoda bek ko'pdan yashaydi. Ham bugungi kunda ularning soni bek oz. Haligi hayvon uzak ham Kunyoq Amerikada kunida. Ularni Boliviya, Meksika ham Braziliya illarida ko'plab uchratirgan mumkin. Qirmizqa osharning birini tor, uzun, tili ise bek uzun. Qo'y bir qirmizqa osharlarning tili 60 cm bo'ladi. Haligi hayvon dunyodagi eng uzun tilli jon egasi bo'lib sanaladi. Shunisi qiziq, u qirmizqalarni chaynaydi, chunki uning tishlari yo'q. Qirmizqa oshar maxsus yopishqoq tukrigini ko'p etib bezaklar yopishtiradi. U oshagan aziq onun oshqozoni muskulida oqlanadi. Bir qirmizqa oshar kunda 30 ming bezak oshaydi. Shunga ko'ra uni tili tuzdan so'rtqich deb ataladi. Chunki u uzun tili yordamida yo'lda uchragan butun bezakni yo'q etadi. Qirmizqa oshar bekaklarga da yaratadi. Ham u kunduz yumoq kabi yumarlanib yiqlaydi. Shunga ko'ra u oziqni tunda izlaydi. Ham u kunlikning 8 soatini yurib o'tkazadi. Haligi hayvonlar ayrim kunida bir-birisi bilan siyrak uchrashadi. Shunisi da bor. Qirg'iz tabiatda qirmizqa oshar bordek bezaklarnigina oshaydi. Ammo zooparklarda ular jimish oshaydi, ham sut ishadi. Qirmizqa oshar turida bugun bek ko'p bilgansizdir shayonlar. Hozir so'rovlarga ko'shik. Qirmizqa oshar Avstraliya materigida yashaymi? Yo'q. Yo'q, albatta. U materikda kungura, koala kabi hayvonlar kunida. Olaysa uni Afrikada uchratib bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. Qirmizqa oshar Afrikada yashamaydi. Demak, u Amerikada kunidami? Ayye, javob durust. Aferin. Hozir ikkinchi so'rovga ko'shik. Qirmizqa oshar bezaklarini tishi bilan elektrib oladimi? Yo'q. Yo'q, albatta. Chunki uning tishi yo'q. Belki bezaklarini tuturga ona yerini yordam etadir. Yo'q. Yo'q. Durust javob berdingiz. Olaysa uni uzun tili bo'lishami? Ayye, aferin shayonlar. Onun tili bek uzun. Ham u naq mana shu tili bilan bezaklarini elektrib oladi. Bugunga buna shular edi. Hayvonlarning jinniklarini kuzatib yashagiz do'stlar. Kelasi shularga qadar sog' bo'ling'iz. Qirmizqa oshar. Belki onlar bezaklarini Поехал, пожалуйста, посмеемся. Давай. Махсус yopishqoq tukrugini. Hani şu Hazır. hayvanlarning jonliqlarini Bunga mana shular. Bugunga mana shular edi. Hayvonlarning jonliklarini kuzatib yashagiz do'stlar. Sog' bo'ling'iz. Akam kelasi uchrashuvlar расскажет. Я что ли? Давай еще раз. Bugunga mana shular edi. Hayvonlarning jonliqlarini Janliklarni. Я сейчас превращусь в janlik и тебя съем. Bugunga mana shular edi. Hayvonlarning jonliklarini kuzatib yashagiz do'stlar. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'ling'iz. Давай. Сау было для меня, папа.